Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lastichka pirojnisini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerakli masalliqlar 8 ta tuxum oqi, un va shakar kerak bo'ladi. Tuxumimizni ko'pirtirishdan boshlaymiz. Biskvitimizni. Tuxumimiz mana oppoq bo'lib, tik holatiga keldi. Endi bunga 1,5 piyla shakarimizni 3 qismga bo'lib solamiz. Shakarimizni aralashib oldi. Shakarni hammasini solib olgandan keyin 2 minutcha mikserda urasizlar. Sizlar xohlagan menda planetar mikser, sizlarda ruchnoy mikserda ham bemalol bu ishlarni bajarsanglar bo'ladi. Endi tuxumimizni sarig'ini qo'shib olamiz. Tuxumimizni sarig'ini solib oldik. Endi bunga unimizni solib mikserimizda eng past оборотida bitta aylantirib o'chiramiz. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni pergament solingan duxovka listimizga solib tekislab duxovkaga jo'natamiz 180 gradusga pishgunicha. Mana listimizga tekislab oldik. Menda mana shunaqa bortiklari bor, qolipim bor edi. Men shundan foydalanyapman. Sizlar chetida ozgina bortiki bor listlardan foydalansanglar ham bemalol bo'ladi. Buni endi qizib turgan duxovka pechimizga 180 gradusga to biskvitimiz pishib chiqquncha jo'natamiz. Biskvitimiz pishib chiqquncha bu yoqda kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimizga kerak bo'ladigan masalliqlar: qaymoq, foizi yuqori qaymoq, bu yoqda krem chiz, xohlaganinglar ishlatishingiz mumkin. Menda kallex, quyultirilgan sut, keyin oddiy sut kerak bo'ladi kremimizga. Hamma masalliqlarimizni tog'orachamizga solib, kremimizni mikser qilamiz. Mana hamma masalliqlarimizni tog'orachamizga solib oldik. Endi sekin buni mikser qilamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Shu quyuq holatdagi krem bo'ladi. Endi bu kremimizni ikkiga bo'lib, yarmini oq, yarmiga pishavoy krasitel qo'shib qizg'ish qilib olamiz. Mana men bunaqa qilib qizarib rangini mana shunaqa rangga keltirib oldim. Hamma o'zi xohlagancha rang qo'shib keltirib olishi mumkin. Menda mana bunaqa klubnichning milterli naqasi bor edi. Jema bor edi. Men shundan qo'shdim. Sizlar xohlasanglar shundan qo'shishingiz mumkin yoki krasitel qo'shishingiz mumkin pishavoy. Hamma tabiga qarab qiladi. Mana biskvitimiz pishgan tayyor. Bu biskvitimizni o'zimizga kerakli shaklda, kvadratli shaklda kesib oldik. Endi bularni har birini bir-biriga yopishtirib chiqamiz ozgina krem bilan. Pirojnilarimizni kremlab oldik. Endi bu yoqda o'zidan chiqqan, chetidan chiqqanlarini kroshka qilib oldik. Chopperga chetidan chiqqan biskvitlar, 1 osh qoshiq kakao, 2 osh qoshiq yong'oq solib, mana shunaqa holatga keltirib oldik. Endi bu yoqda sutimiz tayyor. Shu sutimizga har bitta pirojnilarimizni botirib, 4 ta chetini botiramiz. Botirib olib, mana kroshkamizga bulab chiqamiz. Shunaqa yumshoqligidan qo'limda zo'rg'a turibdi. Rosa paxtadek yumshoq bo'lib chiqqan biskvitlarimiz. Xuddi shu shaklda qolganlarini ham qilib chiqamiz. Mana sutga botirgan jarayoni bunaqa ko'rinmay qolibdi. Yana ham tushunarli bo'lish uchun yana bitta ko'rsatyapman. 4 ta chetini shunaqa botirib olamiz sutga. Keyin kroshkamizga botiramiz. Mana pirojnilarimizni atroflarini hammasini kroshkaga belab oldik. Endi ustilariga kremlarni siqib chiqaramiz. Kremimizni uchi shunaqa nasatkamizga solib oldik. Endi buni chiroyli qilib siqib chiqaramiz pirojnilarimizning ustiga. Kremlarimizni shu shaklda chiqarib olamiz. Bu yoq tarafiga narigi kremimizni siqib chiqaramiz kremimizni. Mana narigi kremimizni ham solib oldik. Endi buni ham xuddi shu tartibda bu yoq tarafiga siqib chiqamiz. Mana desertimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Pishirganlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin.